Yana shu gapmi? Ha, shu gap. Qizim o'sha uydan olib kelmaguncha tinchimayman, tushundingmi? Gunohlarimizni o'zing afv et. Bizni o'zing sog'lom nabira bilan siylagin. Sen yo'qolib qolganingda Qumr bilan Gulbahor ustidan ariza yozdirgandi. Uncha ko'p atir sepasiz? Baraka topkur, men har kuni atir sepaman-ku, yangilik emas-ku bu. Har kuni, ammo bugun ko'proq. Ozgina ichdim. Erkakchilikda bo'lib turadi. Qara-ya. Erkaklik ichishda emas, o'g'lim. Erkaklik yoningdagi homilador ayolni avaylashda. Sen hali yoshsan, Marjona. Bu dunyoni yaxshi bilmaysan. Uzoq yurt, uzoq dar. Xullas, men bunday gapni eshitishni ham istamayman. Dada, to'g'risini aytsam, u ayolni yoqtirmayman. O'zi boshqa, tili boshqa. Oyimga shirin gapiradi. Orqasidan nima desa deydi. Voy, kelinim, jonim o'zimmi? Yaxshi dam oldingizmi? Xorming. Salomat bo'ling. Voy. Men erta turmoqchi edim. Mendan ham erta turyapsiz-da, a? Shunaqa oyijon. To'g'ri qilasiz. Erta tongdan tursa, uyda baraka bo'ladi. Ishlaringiz o'ngidan keladi. Ko'p ishlarga ulgurasiz. Kuningiz xayrli bo'ladi. To'g'ri oyijon. Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum assalom. Yaxshi yotib turdingmi, bolam? Rahmat. Bu uyda tong shuncha erta boshlandimi deyman? Ha? Erta turgan yutadi, bolam. To'ppa qancha ishlaringga ulgurasan erta tursang. Qan. To'g'ri aytasiz, oyi. Shunaqa. Rustam aka. Ho. Asal aytayotganda. Xo'sh. Parkka boraylik, hayvonot bog'iga ham deb. Yana bir ikkita rejalari bor, uni o'zingizga aytar ekan. Kichkina xo'jayin butun kunni rejalashtirib qo'yibdi-da. Yaxshi-da, o'g'lim. Mazza qilib aylanib kelasizlar hamma yo'llarni. To'g'ri. O'zinglar ham dam olinglar. U ham mazza qilsin. Kachilalarda uchasizlar, kattalarniki ham bor. Oyjon, siz ham boring biz bilan. Voy, endi men jon deb borardim, bilasiz-ku, oyog'im og'riydi. Ko'p yurolmayman. U yerda ko'p yurish kerak. Hayvonot bog'ida ham ancha yuriladi. Parklarda sizlar o'zinglar bemalol borib kelinglar. Men uyda dam olib turaman o'zim, xo'p? Xo'p, men chodamlik. Mayli. Ay bolajonim, bu ishinglar ham qachondan biri cho'zilib ancha charchadinglar. Endi dam olasan. Oilang bilan, yaqinlaring bilan vaqt o'tkazganing boshqa. U ishxonang, hamkasblaring, ular hammasi boshqa. To'g'ri aytasiz, to'g'ri. Ha. Ovsin? Ovsin. Kelavering. Ovsinjon, yaxshimisiz? Ha? Ovsin, mana buni qarang, o'zimizni bog'imizdan. O'zim qilganman. Juda ham shirin. Oling. Rahmat. Juda ham shirali. Oling. Ovora bo'psiz-da, Ovsin. Yuring. Ovorasi yo'q. Ichkariga choy ichamiz. Yo'q. Yo'q. Ovsin, men bir gap eshitdim. Ha. Buni eshitdim-da, lekin yuragim yomon og'ridi. Voy. Aytaymi, aytmaymi dedim. To'g'risi rosa ikkilandim. Juda ham ikkilandim. Ayting, Ovsin. Xullas. Siz mahallaga chiqib, men orqamdan gapiribsiz-a? Ha? Qumri xasis debsiz, qizg'anchiq debsiz, ko'ra olmaydi hech kimni debsiz. Shu gap rostmi? Ovsin? Rostmi shu? Men sizni ustingizdan gapiribmanmi, Ovsin? Xo'sh, qachon? Kimga? Qayerda, Ovsinjon? Men kecha uydan chiqqanim ham yo'q-ku. Ha, eshitdim-da, Ovsin. Odamlar bekorga gapirmaydi-ku.
Tutun chiqsa, demak qayerdadir olov bo'lyapti. Ovsin. Hey. Demak, baribir ichingizda meni yomon ko'rarkansiz-da. Ha? Yuzimga kularkansiz-da. Orqamdan tosh otarkansiz. Qumrixon, bu ochiqdan ochiq tuhmat, bilasizmi? Qani, ko'rsating o'sha odamni. Yuzlashtiring. Ayting. Yo. Men kimligini baribir aytmayman. Men va'da berganman, sir bu. Lekin el og'ziga elak tutib bo'lmaydi. Menga qarang. Gap tarqadimi? Demak, asos bor. Menga qarang. Bo'ldi endi. Har safar kelib, bahona topib, yuragimni vayron qilib ketasiz. Bugun ochig'ini aytaman. Boshqa chida olmayman. Ayting. Siz hasadgo'y, ichqora, dushman ayol ekansiz. Kulib kirib, zaharingizni sochib ketasiz. Siz meni har narsamni ko'ra olmaysiz. Nima dedingiz? Meni hozir ichqora ko'ra olmaysan. Dushman dedingizmi? Ha, shunaqa dedim. Siz meni ko'ra olmaysiz. Meni ko'ylaklarimni, ziraklarimni, meni go'zalligimni ko'ra olmaysiz. Siz menga dushmansiz. Ichingiz qop-qora ayolsiz. Boshqa meni uyimga oyoq bosmang. Boring, keting. Siz bir kun menga baribir yomonlik qilasiz. Chunki sizni mana bu oqib turgan tomiringizdagi qonda bor shu narsa. Yaxshi. Ha, yaxshi. Dushman dedingizmi meni? Shunaqa dedim. Ko'ra olmaysan dedingizmi? Ha? Ko'ra olmaysan dedim. Yomonlik qilasan dedingiz. Ha? Yovuzlik seni qoningda bor dedingizmi? Shunaqa dedim. Mana buningizni ham olib keting. Xudo biladi tag'in. Olib ketaman. Ey o'l. Pastkash. Oyjon, biz Hoshimjon aka bilan gaplashdik. Yaxshilab o'ylab ko'rdik. Balkim bormaganimiz ham yaxshimikan? O'zi yaqinda tuzalgan bo'lsangiz. Buning ustiga ammam ham rozi emas. Sizni tashlab uzoq yurtga o'qishga ham ketolmayman-da. Hayolim bu yoqda qoladi. To'g'ri, orzu qilganman, lekin orzuyimdan ham siz menga qadrlisiz, oyjon. To'g'ri, oyi. Biz sizni o'ylayapmiz. Yo'q. Bunday demanglar, bolalarim. Ona bolam deb yashaydi. Uni baxti uchun yashaydi. O'qi. Orzuyingga yet. Men bu yerda sizlarni duo qilib kutaman. Oyjon, qolganim yaxshidir balki. Bilasizmi, oyjon, ko'zingiz ojiz bo'lgan vaqtda juda ham ko'p Xudodan sizni duo qilib so'rardim. Oyim yana avvalgi holatiga qaytsa-yu, bizlarni ko'rib, oldingidek baxtli yashaylik derdim. Mana, Xudoga shukr, o'sha orzumga ham yetdim. Unisiga ham erishaman. Men ketsam, sizga kim qaraydi? Yoningizda bo'lmayman. Umida bir o'zi eplolmaydi, oyjon. Dadang bor. Umida bor. To'tiniso bor. Ammajon bor. Xavotir olmanglar, soppa sog'man. Sen o'z yo'lingda ketishing kerak, qizim. Orzularingdan voz kechmasliging kerak. Siz haqiqiy onasiz, oyi. Marjona nega bunchalik oqila qizligini endi tushunib yetdim. Sizdan o'rgangan ekanda. Xo'p. Siz aytgandek qilamiz. Orzularni ham amalga oshiramiz. Shu oyim rozi qilsak bo'ldi. Faqat o'zingiz ehtiyot qilishingiz kerak. Sizlar ham va'da beringlar, bir-biringlarni asrab, eson-omon qaytasizlar.
Shuni o'zi menga yetadi. Va'da beramiz. Xo'p, oyi. Rahmat oyijon. Qizim, shu seni yuragingda bir gap bor-da. Menga yashirmasdan ayta qolgin. Oyijon. Oybek aka men bilan boshqacha bo'lib qolganlar. Ilgarilari ishdan kelishlari bilan oldimga kirardilar. Hol ahvolimni so'rardilar. Endi esa kech keladilar. Indamasdan teskari o'girilib yotadilar. Gohida xayolimda ustidan boshqacha hid keladi. Qizim, yosh yigitda ro'zg'or tashvishi, ishi ba'zida adashadi-da. Lekin sen xavotir olma. Oybek seni sevadi. Ularni hammasi o'tkinchi, bolam. Oyi, men qo'rqyapman. Judayam qo'rqyapman. Bolam tug'ilmasdan turib otasi bizdan voz kechsa-chi? Bolam otasiz qolishini istamayman, oyi. Qo'rqma qizim, sen yolg'iz emassan. Men borman. Bu bola otasiz ham, onasiz ham qolmaydi. Men tirik ekanman. Bu xonadonning nurini o'chirtirmayman, bolam. Oybekni yo'lga solaman. Menga ishongin. Sizga ishonaman. Ishonaman, oyi, sizga rahmat. Siz bo'lmaganingizda men allaqachon tamom bo'lardim. Buva, Qizim. meni ikkita onam bormi? Ha? Seni ikkita onang bor. Bittasi seni dunyoga keltirgan onang. Ular qayerda? Uchi osmonda. Seni kuzatib turibdi. Ikkinchisi Jamila oying. Seni juda ham yaxshi ko'radi. Men ham seni yaxshi ko'raman, asalim. Men ham yaxshi ko'raman. Jonim. Jamila oyimni ham. Voy, o'zim o'rgilaysan-da. Jamila oyisini yaxshi ko'radi bu asalim meni. Aqlli qizim meni, shirinim, shakarim. Robiya, to'g'ri siz onasiz. Lekin sizni ko'nglingiz juda ham yumshoqda. Nima siz hozir bu bolani erkalatib uzoq yurtlarga jo'natmoqchimisiz? 1 yilga-ya, 1 yilga. Ne? Axir bu homilador ayol uchun 1 yil deganlari oz emas. Xudo ko'rsatmasa orada bir gap bo'lsa-chi sizga. Axir endigina ko'zingiz tuzalgan bo'lsa, uni ustiga kasal bo'lsangiz, Marjona yoningizda bo'lmasa, keyin pushaymon qilmaysizmi? Yo'q. Men bunga yo'l qo'ymayman. Uyimda hali meni gapim o'tadi. Amma, men sizni tushunaman. Siz ham yaxshilik tilayapsiz. Bolalarimizni o'ylayapsiz. Lekin bir o'ylab ko'ring-da. Marjona qancha tirishib o'qidi. Bu imkoniyat uni mehnatlarini mukofoti. Homiladorligidan siz xavotir olmang. Bitta o'zi emas. Robiya, gapingiz to'g'ri. Lekin bu hayot chiroy bilan o'tmaydi. Sizni dardingizni bilaman, ammo yo'qotish og'ir. Lekin qo'rquv bilan yashash, bolani ham qo'rqoq qilib qo'yish bu yaxshi emas-ku. Biz hayotdan qo'rqib emas, ishonib yashashimiz kerak. To'ppa to'g'ri. Jonim ammam. Haqsiz. Haqsiz. Tashvishingiz ham o'rinli. O'rinli. Lekin Marjona qizim yolg'iz emas. Keliningiz. Jiyanim yonida.
Kuyovim yonida. Er-xotin birga-ku. Bir-birini qo'llaydi. Quvvatlaydi. Telefon bor. Har kuni gaplashsak bo'ladi, ovozini eshitsak bo'ladi, ko'rib gaplashsak bo'ladi. Ammo 1 yil. Nima degan gap? Nima degan gap? 1 yil. 1 yil. Bir ko'z yumas, ochas, o'tib ketadi. Endi bularni uyda ushlab o'tiraversak, orzusi armon bo'lib qoladi-yu. Ha, tushundim. Sizlar ikki oila bir bo'lib meni yengmoqchisizlar, a? Yo'q. Yo'q. Ha, to'g'ri-da. Yo'q. Men aytadigan gapimni aytdim. Bu ishdan lekin yaxshilik chiqmaydi. Ana o'shandan keyin sizlar meni eslaysizlar, jiya. Ammo Bo'ldi, Komil. Komil aka mayli, ammajonni xafa qilmaylik. Ular ham o'zlari bilganicha yaxshilik tilayaptilar-da. ammam yomonmas. Yomonmas. Lekin sal qattiq qo'llar. Agar ko'nglini kaltin topsang, jonini berarlar. Ishon. Oyi qarang, imtihondan yaxshi baho olman. Ha, yaxshi bolam. Yaxshi o'qigin. Tinchlikmi oyi, nima bo'ldi? Biron gap bo'ldimi? Bugun Qumri yangang bilan janjallashib qoldik. Ko'p gaplarni aytdi. Sabrim tugadi. Men ham dushmansan deb yubordim. Hovlimizdan haydadim. Endi pushaymonman desam ham bo'ladi. Oyi, siz to'g'ri qildingiz. U ayol sizga tinchlik bermaydi. Har kuni kirib, kayfiyatingizni buzadi. Yaxshi qilibsiz shunaqa qilib. Unaqa dema bolam. Har holda qarindoshmiz. Dushman deyish og'ir. Yuziga qanday qarayman, ko'nglim xijil. Oyi, ko'nglingizni xotirjam qiling. Lekin o'sha ayoldan ehtiyot bo'ling. Balki ertaga yarashib ketarmiz. O'zi kirib qolar. Ovsinu deb. A? Oyi, meni kutib o'tirganmidingiz? Yosh bola emasman, oyi. Ovozingni pastlat o'g'lim. Ichkarida xotini yotib qo'rqib ketadi. Qo'rqsa qo'rqar. Uning homilador bo'ldim deb to'shakka yopishib olgan. Uy bilan, ro'zg'or bilan umuman ishi yo'q. Yotgan. Tilingni tey. U seni bolang uchun jonini tikyapti. Sen bo'lsang aroni ustida yotibsan. Uyalmaysanmi? Otang rahmatli bu gapni eshitsa, go'rida tika turadi. Siz choy. Doim o'shaningizni yonini olasiz. Men yomonman. U esa yaxshi. Shundaymi? Men haqni yonini olaman. Gulchehra haq, tamom. Sen o'zingga kel. Oyjon, kim keldi? Hech kim. Bor, tepaga chiq. Yuz qo'lingni yuv. Menga qara. Bugun tepada yot. Tushma pastga.
meni dushman dedi. Yomonlik qilasanmish. Yovuzlik qoningda bor dedingmi? A? Hali ko'rasan. Ko'rasan, men senga hali ko'rsatib qo'yaman To'tinisa. Xumri. Xumri? Ha? Nima u yoqdan bu yoqqa yurib? O'zing gapiryapsanmi? Shunchaki. Boshim og'riyapti shunchaki. Sen boshqachasan. Nima bo'ldi? Tumtayib yuribsan ertalabdan beri. Bilsangiz agar, o'sha To'tinisa ovsinimchi meni uyidan haydab soldi. Eshigidan quvdi. Sen dushmansan menga, iching qora seni, sen yovuzsan dedi. To'tinisa yangami? Ha? U hech kimni ranjitmaydigan ayol-ku. Yumshoq, muloyim bo'lsa, seni haydab soladimi? Men unga yana murabbo boribman. Xumri, rostini ayt. Sen nimadir qilgansan, ha? Shunaqami? Bekorga haydamagandir seni. Bekordan bekor unda qilmaydi. Shunaqa. Siz ham yonini oling, ha? Ha? Erim bo'p turib, begonani yonini oladi. Sen biron gap aytmadingmish. Demak, hamma ayb menda. Ey, men haqiqatni aytyapman. Aka-uka bo'lib bir mahallada yashaymiz. Tinchligimiz buzilmasin deyapman. Janjal chiqarmagin. Akam bilan bizni oramizni buzmagin. O'zim bilaman. Xumri. Yana qolib ketdilar. Soat necha bo'ldi? Soat 7 bo'ldi. Bilaman, 7 bo'lganini. Siz menga 6 ga kelaman degandingiz. Ha, ishim ko'payib ketdi. Buyurtma kechikdi. Qanaqa buyurtma? Baraka topkur, go'sht buyurtmasi. Kim berdi buyurtmani? Shunchalik kechga qolasiz. Kim buyurardi? Mijoz buyurdi. Erkakmi, ayolmi? Menga qara, endi oshib ketyapsan. Xo'p, menga ayting, erkakmi, ayolmi? Mijoz deyapman senga. Men senga hisob berishni istamayman, tushunyapsanmi? Hisob bermaysizmi? Bermayman hisob. Men sizni necha soat kutdim. Telefonni ham ko'targaningiz yo'q. Endi kelib olib hisob bermayman deyapsizmi? Menga qara, men senga hisob berishni xohlamayman, chunki senga beradigan hisobim yo'q, tushunyapsanmi? Oli amajon. Rahmat. Iching sovib qolmasin. Ichaman, mayli. Sog' bo'ldi o'zi hamma narsa. Ammajon, men sizdan xafa emasman. Bilib turibman. Siz ham bolalarimizni o'ylab shunaqa deyapsiz. Xayriyat, Robiya. Hech bo'lmaganda siz meni tushunibsiz. Ha, sizni yaxshi tushunib turibman. Nimaga qarshilik qilayotganingizni tushunib turibman. Bu mehrdan. Siz Marjona bilan Hoshimjonni shunchalik yaxshi ko'rasizki, ularni uzoqqa yuborgingiz kelmayapti. Yoningizda bo'lishini xohlayapsiz. Ularga suyanib qolgansiz. Ha, Robiya, gaplaringiz to'g'ri. Men faqat bitta narsadan xavotirdaman. Bolalarimga begona yurtlarda hech narsa bo'lmasmikin? Ammajon, unaqa demang. Keling. Birgalashib bolalarimizga oq yo'l tilaylik. Sizni duoyingiz eng kuchlisi. Agar siz rozi bo'lsangiz, biz xotirjam bo'lamiz. Robiya. Hech kim menga shu paytgacha shunaqa gaplarni aytib men bilan gaplashmagan. To'g'risini aytsam, haqiqatni gapirganim uchun hamma mendan qochadi. Faqat bizga dashnom beradi deb o'ylashadi. Aslida men yaxshilikka gapiraman. Mana, siz hozir meni tushundingiz.
Robiya, balki men rostdan ham noto'g'ri yashagandirman, a? Balki men to'g'ri gapiryapman deb qattiqqo'llik qilgandirman. Lekin siz baribir ajoyib ayolsiz, Robiya. Meni jiyanim Komiljon juda ham baxtli inson. Sizdek ayoli bor. Ammajon, Ha. oling choyingizni iching, sovib qoladi. Ha. Hey, men sen bilan erkakchasiga gaplashmoqchiman. Qizim meni jigarim. Uni senga ishonib berganman. So'nggi payt eshitgan gaplarim rostmi? Xullas, bu meni oilam. Siz aralashmang. O'zim hal qilaman hammasini. Aralashaman. Qizim homilani ko'tarib yotganda eri aroq ko'tarib yursa, men aralashmaymanmi? Ey, sen otamisan yo'qmi? Men ishdan qiynalyapman. Men sheriklarim bilan birga ishlayapman. Lekin men oilamni tashlab qo'ymayman. Tashlamaysanmi? Xotiningga vaqt ajratmaslik u tashlashing emasmi? Uni xavotirda qoldirish tashlash emasmi? Erkak deganchi, agar qiynalsa, aroqqa emas, oilaga suyanish kerak. O'g'lim, men ham bir paytlar adashganman. Adolat opa menga yo'l ko'rsatgan. Endi men senga aytaman. To'xta. Hali ham kech emas. Bolang tug'ilguncha o'zingni o'ngla. Keyin pushaymon bo'lmagin deyman-da. Tushundim. Kelishdikmi? Mayli. Oyi, nimaga uxlamadingiz? Kech bo'ldi-ku. O'zingiz bilan o'zingiz nimalarni o'ylab o'tiribsiz? Kech nima qizim? Uyqum kelmayapti. Sen bor, yotib uxla. Ertaga maktabing bor. Oyi, nimagadir g'alatsizda. Shu to'tini soyangam bilan janjallashganingizdan keyin ko'nglingizda bir gap bor. Shuni ayting menga, oyi. Qanaqa gap bo'lardi, bolam? Hech qanaqa gap yo'q. Xayolga borib qoldim xolos. Bor, uxla. Bezovta bo'lmasin. Damini ol, bor. Mayli, lekin oyi, to'tini soyangam yaxshi ayolda. Ular bilan janjal qilmang. Yarashib ketinglar. Kek saqlash yaxshi emas. Ko'ramiz qizim. Hammasi yaxshi bo'ladi. Tur bolam, uxla. Bor, damini ol. Yaxshilamaning. Xo'p, bor. Ha o'g'lim, nima bo'ldi? Tinchlikmi? Nima to'polon yana? Ha, tinchlik bormi bu uyda? Oyi, ko'rmaysizmi? Anoningiz yana rashk qilishni boshladi. Voy. Ha, kimdan rashk qiladi? Kimdan bo'lardi? Mijozlarimdan. Erkakmi u, ayolmi u, kim u? Hamma haqida hisobot berishim shartmi unga? Yaxshiyam modalar uyda ishlamaysan, ha? Yaxshiyam modalar uyda ishlamaysan. Nega bunaqa qiladi? Chunki oyi u menga ishonmaydi. Menga qara. Asabiylashma o'g'lim. Ishonch o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi, jonim bolam. Ya'ni sen uni ishontirishing kerak. Menga qara. Ha, bir nimalar qilib aldab qo'ya olmaysanmi? Bitta xotinni yo'lingga sola olmaysanmi? Ha, yo'q narsalarga ishonmaydi-da. Yosh bo'lsa, homilador bo'lsa. Oyi,
Men nima qilay ishonmasa? Nima har bitta buyurtmamni nomini aytib hisobot berishim kerakmi unga? Men unga yosh bola emasman. Yo'q, unaqa qilgin demayapman. Kech qolsang, menga qara, xotin kishi bo'lgandan keyin qachon kelasiz deydi hamma xotinam. Sen unga SMS yozib qo'y, erkalab qo'y, shirin so'zlar yozib qo'y. Bo'ldi. Oyi, men unga doim hisobot berishim shart emas. Men buni xohlamayman. Nimani xohlaysan, a? Nimani xohlaysan? Oyi, menga ishonishni xohlayman xolos. Uchi, senga ishonmayotganidan emas. Uni ovunchog'i yo'q. Seni yaxshi ko'radi. Xavotir olganidan so'roq qiladi-da. Ishonch bilan xavotir boshqa narsa. U o'zi ham bilmaydi nima xohlayotganini. Oyi, nima farqi bor buni? Bor. Yaqinda bolali bo'lsa, bolasiga ovunib ketadi. Qo'y, vahima qilma, ha? Qara. Doim tinchit. Men seni yaxshi ko'raman. Qayerda bo'lsang ham sen meni qalbimdasan deb bir narsalar deb alda. Yo'q oyi, hozir borib aytsam u boshimga chiqib oladi. Emas. Unaqa demagin. Ikki qat bo'lsa, bolasini tug'ib olsin, sen bilan ishi ham bo'lmay qoladi. Bunaqa qilib erkak kishi urushni cho'zib, rezinka qilib yurmaydi. Bor, oldiga kir. Bor-aqo. Bor. Xo'p. Jonimga tegdi shularni janjali. Jonimga tegdi. Boshim og'rib qoldi. Oyijon, o'tinaman, rozi bo'ling. Rozi bo'la qoling endi. Jonim ammam. Sizni bitta ha deyishingizga biz o'lamiz. Roziman desangiz tap tashlaymiz. Chunki siz bu xonadonni kattasiz. Agar siz duo qilsangiz, bular ham tinch ketadi. Biz ham xotirjam o'tiramiz. Siz duo qilmasangiz, bular hech qayerga ketmaydi. Jonim ammam. Ammo Ey, Komiljon, jiyan. Seni bu muomalangga, so'zlaringga hech bas kela olmayman-da. Yo'q deya olmayman-da. Mayli. Marjonani o'qishiga, Hoshimjonimni ham birga ketishiga menchi qarshilik qilmayman. Mayli, ketsin shular. Lekin meni bitta shartim bor. Xo'sh. Meni shartim bor. Sharting ham bormi hali? Ha, bor amma. Robiya endi tuzaldi. Bu qizim ketsa, bu uyda ayol kishi kamayadi-yu. Shuning uchun siz meni uyimga ko'chib kelasiz. Sochida barib shaharda-yu, to'g'rimi? Ha, amajon, siz shu yerda biz bilan birga yashaysiz. Oilamizga bosh bo'lasiz. Bitta o'zingiz yolg'iz turmaysiz. Menga qaranglar. Sizlar xotirjam ketinglar. Oyingga, ammangga, oyijoningga o'zimiz qaraymiz. Ammam bizga qaraydilar. Senga hazil bo'lsa bo'ldi. Haydi. Komiljon, jigar. Men ham senga hozir aytib qo'yay. Meni ham senga o'xshab bitta shartim bor. Qani? Hop, men shu uyda yasharkanman. Meni ham o'zimga yarasha tartiblarim bor. Qara. Agar bu uyda men yashasam, bu uyda o'z boshimchalik sira ham bo'lmasligi kerak. Ana. Ro'zg'oram, tejamkorligi bilan hisob kitobli bo'lish kerak. Robiyaxon, sizni ko'nglingiz bo'sh ayolsiz. Men endi bundan keyin sizni yo'lga solaman. Shunaqa qiling. Yo'lga soling. Lekin mendan xafa bo'lmang. Yo'q. Men yaxshilik uchun shunday qilaman deyapman, ha? Xo'p bo'ladi. Bu xonadonga endi qattiqqo'llik hamda tartib kerak. Kerak. Ha. Rahmat amma. Boringizga shukr.
Ha, Agar endi siz mana shu uyga kelib yashasangiz, men o'zim ham xotirjamman. Oyim ham o'zi qolmaydi-ya. Endi hammasi yaxshi bo'lib, tinch bo'lib ketadi. Oyijon, siz bizni ko'nglimizni tinchlantirdingiz. Endi tinch ketamiz. Xudo sizdan rozi bo'lsin. ha. Sizni bu yaxshiligingizni umrbod unutmaymiz-a? Unutmaymiz. Ha. Lekin qaranglar. Marjona. Ha. Tug'ilajak nabiramga hushyor bo'lasan. Ha, tushundingmi? Nabiram tug'ilsa, uni ehtiyot qilasizlar. Salomon, sog' salomat uyga nabiram bilan qaytasizlar, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Rahmat. Nima desangiz shu? Robiya charchagan. Endi o'zim qarayman bunga. Bo'ldi. Giyohli damlamalar damlab beraman, ha? Albatta. Bo'ldi. Oyi, yaxshi dam oldingizmi? Ke, o'tir o'g'lim. Bugun seni urushmayman. Nima gap oyi, tinchlikmi o'zi? Ko'nglingni bir ochgin. Menga quloq sol. Seni men tizzamda katta qilganman. Otang erta o'tgan. Seni yolg'iz o'stirdim. Och qolmasliging uchun kechani kecha demay, kunduzni kunduz demay ishladim. Bilaman, qiyin edi, lekin harakat qildim. Sen meni umidim eding. Men senga suyandim-ku, bolam. Senchi sen, menga emas, aroqqa suyanding. Endi eshit. Tez orada ota bo'lasan. Ichkarida bir jon seni kutyapti-ku. U dunyoga kelganda kimni ko'radi? A? Otasini. Ayt menga. Qanday ota bo'lmoqchisan? A? Kechasi qiyshayib butulkani quchoqlab keladigan otami? Yo yelkasini tutib turadigan otami? Oyi, Nima oyi? o'zimni yo'qotib qo'ydim. Ishxonada qarzga botdim. Sheriklarim esa aldadi. O'shandan boshlandi. Bir piyola edi. Menga qara o'g'lim. Qarz balo emas. Uni usta bo'ladi. Lekin odam bir buzilsa, tiklab bo'lmaydi uni. Sen jarga qarab ketyapsan, bilyapsanmi shuni? Hali ham kechmas. Qayt bolam. Men senga qo'limni uzatdim. Ushla o'sha qo'limni. Tortib olaman jarlidan. Haqsiz oyi. Urinib ko'raman. Urinma. Qil. Qilish kerak, qilish. Quruq so'zmas. Ertadan boshla. Bu chehrani oldiga kulib kir. Holini so'ra. Mana shu sen uchun birinchi qadam bo'ladi. Xo'p, oyijon.